Hammaga salom. Bugun sizlar bilan qanday qilib IELTSda speakingda aynan 8 ball olish haqida gaplashamiz. Men o'zim 2 marta IELTS topshirganman. Birinchisida 7 chiqqan, ikkinchisida 8 chiqqan va hozir men o'zim Yevropada talabaman. Undan tashqari ikkita xalqaro tashkilotda ishlaganman. Bular American Consuls hamda British Consuls. Shubhasiz bularning barchasini poydevor bo'lib ingliz tili xizmat qilgan. Xo'p, speakingga qaytadigan bo'lsak, ko'pchilikda muammo bo'ladi. Bu ideya yetishmasligi, ya'ni bironta mavzu haqida sizda general knowledge yo'qligi. Bu narsani eng yaxshi yechimi bu ko'proq artikl o'qish va ko'proq podkast eshitish. Mani vaqtim yo'q yoki kun bo'yi ishda bo'laman desangiz, buni ham bitta yo'li bor. Ya'ni podkast telefoningizga o'tkazib olasiz va ko'chaga ish bilan yurgan paytingiz biroz o'sha podkastni eshitib ketasiz. Bu narsa nimaga yordam beradi? Bu narsa aynan shu eng katta muammo ideya yetishmasligini oldini oladi va shu narsani yechishga yordam beradi. Chunki o'sha bironta podkast eshitgan paytingiz har xil mavzulardagi bo'ladi. Har xil odamlar o'zini backgrounddan kelib, nima deydi, o'sha narsani discuss qilishadi va share qilishadi. Siz aynan o'sha ideyani o'zingizga olib olasiz. Bu narsani asosda rutinaga kirgizsangiz, o'zingizga ancha oson bo'ladi va speakingda gapirayotgan paytingiz o'zingiz ham mazza qilasiz, chunki bu narsani avval eshitgan bo'lasiz. Aynan o'sha narsani ishlatasiz. Va bu narsani albatta qilib ko'ring. Meni o'zimda juda ham katta yordam bergan. Meni birinchi IELTS speakingda topshirgan paytim ballim 6,5 bo'lgan va shu narsani ko'proq praktika qilgandan keyin aynan speakingim 8 darajaga chiqqan. Shuning uchun sizga maslahat beraman shu narsani. Ikkinchi maslahatga keladigan bo'lsak, bu gapirishdan va xato qilishdan qo'rqmang. Bilaman, bu juda ham logik eshitilishi mumkin, juda ham banal eshitilishi mumkin, lekin aynan ko'pchilik mana shu xatoni qilishadi. Ular gapirishdan uyalishadi yoki gapirishdan qo'rqishadi. Va bu narsani qanday qilib yengib o'tsa bo'ladi desangiz, meni o'zimning ikkita usulim bor. Bu birinchisi, men o'zim qilib ko'rganman va menga juda ham fluency'ni oshirishga yordam bergan. Bu oynaga qarab 5-10 minut ingliz tilida gapirish. Ya'ni bironta tekstni olardim, uni o'qirdim va o'qigandan keyin eslab qolgan joyimni oynaga qarab, o'zim yuzimga qarab, prosta gapirib berardim. Bu narsa nimaga o'xshaydi? Xuddi primoy Instagramda primoy qilasiz, xuddi o'shanaqa primoy qilib oynada o'zingizni ko'rasiz. Ya'ni facial expressioningizni, body language'ingizni, qanaqa qilib gapirishingizni hammasini prosta o'zingiz ham gapirib, ham analiz qilasiz. Bu narsa o'zingiz accept qilishingizga yordam beradi. Ya'ni ingliz tilida qanaqa gapirishingizni o'zingiz qabul qilasiz shu narsaga va xatolaringizni ustida ishlaysiz. Agar qanaqadir xato eshitsangiz, o'sha narsani tuzatasiz. Va ikkinchisi bu o'zingizning ovozingizni rekord qilish. Masalan, diktofonda rekord qilishingiz mumkin telefoningizdagi prilojeniyada. Meni o'zimni qiladigan usulim qanaqa edi? Men Telegramda bitta private kanal ochardim. Masalan, IELTS speaking deb. Undan keyin speaking savollarini olib, uni javob berishga harakat qilardim o'sha savollarga. Uni o'zimga jo'natib yuborardim. Undan keyin 5-10 minutdan keyin eshitardim. Masalan, qaysi grammatik xatolarni qildim, qayerda ko'p men parazit so'zlarni ishlatdim, parazit pauzalarni ishlatdim. O'sha narsani hammasini analiz qilardim. Bu narsani men 1 oy davomida tinmasdan har kuni konsistent bo'lib qildim. Va sizga ham shu narsani maslahat beraman. Va o'shandan keyin men o'zimga bo'lgan ishonchim ko'proq oshdi. Chunki men o'zimga o'zim aytdim, что o'zimning ustimda ishlayapman, xatolarimning ustida ishlayapman, endi men gapira olaman. Endi o'zimga bo'lgan confidence'im yana ham oshdi, o'zimga bo'lgan ishonchim oshdi va ommaga gapirishni boshladim. Bu narsa meni aynan fluency'imni juda ham tepaga otib bordi, yana tepaga oshirdi, juda ham yaxshiladi. Uchinchi maslahatga keladigan bo'lsak, bu speaking partner bilan practice qiling, ko'proq practice qiling. Masalan, o'zingiz bilan birga tayyorlanayotgan do'stingiz bo'ladimi, dugonangiz bo'ladimi, ular bilan birga o'tirib ingliz tilida savollarni ko'rib chiqib practice qiling. Chunki bu narsa nimaga yordam beradi desangiz, bu yana har xil odam bor, har xil backgrounddan keladi, har xil ideyalari bo'ladi. Siz gaplashgan paytingiz ideya olasiz va ideya berasiz deganda. Ideyalar exchange bo'ladi va savollarni ko'rib chiqqan paytingiz birgalikda bu osonroq bo'ladi, chunki bir o'zingiz ko'rganingizdan ko'ra ikki kishi bo'lgani baribir yaxshiroq menimcha. Menda shunaqa bo'lgan. Men o'zim tayyorlangan paytim Aziz degan o'rtog'im bilan birga o'tirib, biz hammasini yechib chiqamiz va bu prosesdan mazza qilganmiz bunday bo'lganda. Shuning uchun partnyor bilan birgalikda tayyorlanish bu samaradorlikni oshiradi va prosesdan ko'proq enjoy qilishga yordam beradi. Mana shu strategiyadan foydalansangiz, speakingingiz ancha yaxshilanishi kerak va baryerlardan xalos bo'lasiz bunday bo'lganda. Speaking bu nima degani? Bu ingliz tilini bilish va uni to'g'ri articulate qilish, ya'ni ideyalaringizni to'g'ri articulate qilish, uni ifodalab berishdir. Va yuqoridagi maslahatlar va mashqlar bu narsaga ancha yordam beradi sizga. Yana agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, iltimos kommentariyaga tushib, bemalol so'rashingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha yordam beraman, foydali bo'lishga harakat qilaman. Albatta kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.